Do'stlar, barchalar yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Qo'tir buloqni ko'proq ko'rsating deyishibdi. Sangardek haqida ham gaplar bo'libdi kommentariyada. Sizlar bir narsani tushuninglar. Sangardek bilan qo'tir buloq ikki xil narsa. Sangardakda odamlar faqat dam olsa, qo'tir buloqda ham dam oladi, ham davolanadi. O'sha narsani to'g'ri tushuninglar. Mana manzara. Qo'tirbuloq shu daraxtni ichida, orqasidan narigi tomonda qarab. Odamlar o'tirishibdi mana shu joyda. Qo'tirbuloq suvlari ham ichki ham tashqi tomondan odamga davo beradi. Tashqi tomondan teri kasalliklari, allergik kasalliklar, shunday kasalliklarga davo olsa bo'ladi. Ichki kasalliklar deganda ichki yazva deydi va oshqozondalarga davo beradi. Davlenasi balandlar davlenasini tushiradi, sahari borlarni saharini normada ushlaydi. O'sha narsalarni to'g'ri tushuninglar. Bundan oldingi videoda ham to'liq aytib o'tganman. Kimdir nimagadir tushunmasa, lichkaga yoki kommentariyaga yozaverasizlar. Bizni mana bugun 8-kun yotimiz.